Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Türmə xatirləri Məhbus ruhlar. Abduri Abduvali Ayub. Ürümçi. Lyudavan qamoqxonasi. Chedasang yasha. 2 kun burun Tangirtaq qamoqxonasida so'roq qilayotgan saqchilar qo'yib berilishimning mumkinligini aytishgan edi. 10-sentabr kuni qachon qutulishning, chiqib planlarni qandoq davom qilishni xiyolini surib, tayyorlik qilib o'ltirsam, qara bosgandek bir ish yuz berdi. Shu kuni tushdan keyin soat 3lar bo'lgan edi. Millatlar ittifoqi darsi o'tilayotdi. Televizorda bir ayol Şinjandagi 13 millatning Xitoy Kompartiyasi rahbarligida qandoq bayashat yashayotganligini, Şinjangning azaldan Uyg'urlarningla makoni emasligini, tarixda Uyg'urlardan burun Xanzularning makonlashganligini, bölgünçilərinin daim Şinjanda Şinjanlıqlar degan аңның tiklanishiga qarshi chiqib kelganligini, hamisha Uyg'urlarning xo'jayinligini ta'kidlab, boshqa 12 millatni nazardan saqit qiladiganligini so'zlayotdi. Gundupay tuyuqsiz ismimni chaqirib, mahbus kiyimini silishga buyurganda shodliqdan varqirg'im kelgan edi. Chunki qo'yib etiladigan mahbuslarga shundoq deyiladi. Derhal mahbus kiyimini silib, saqchi ilib kelgan o'zimning kiyimini kiydim. Manga silingan pullarning chekini layoqatlik mahbus Dilmuratga hadiya qilib etib, "Doklad" deb varqirab eshikdan chiqdim. Qamalgandan beri kamerning eshig'idan tunji qitim qo'limga ishkal silinmay chiqishim bo'lg'achqa, ishkalga ko'ngan qo'limni damalliqqa naga qo'yishimni bilmay, saqchining oldiga tushib mangdim. Çoğun ekranlardan kuzatib o'ltiradigan ishxonaning oldiga kelganda, tuyuqsiz 2 saqchi chiqib, qo'limga ishkal silib, beshimga qora xalta kiydirishdi. Men nima bo'lganligini anqirib bo'lgacha, dolamdan ishtirib mengishga buyurdi. "Hech nimani ko'rolmasam qandoq mangaman?" dedim judunim o'rlab. "Biz mang'uzmiz, sendeklardan necha yuzni qora xalta bilan modildek mangadigan qilib biz" degan bir uyg'urcha ovozni angladim. To'la doklad to'lab xili uzoq mangandan keyin orada ko'zim xaltaga sal ko'ndimi qandaq, qarasam bir mashinaning oldiga ilib kepti. Mashina Tangirtaq qamoqxonasidan chiqib, to'la qayrilib uzoq mangdi. Derizini bir ichib qo'ygan bo'lsa, talaning erkinlikning purqini bo'lsa-mu purvalgan bo'lsam-chu deganlarni o'yladim. Asli etilgini ko'zimla edi. Ammo nemishqidir manga og'iz burnim tangla etilib ketgandek tunjuqib ketdim. Bosh oyog'i bog'lashmagan qo'rqinchli xiyol, ansizlik va beoromlik bilan mashina texmi uzoq mangandek tuyuldi. Yana mashinaning roliga esilish, shofirni qo'limdagi ishkal bilan bo'g'ib, biraqla tugishish degan xiyollar kallamga kirib oldi. Tuyuqsiz mashinada "Bu hayot birga bir, chidasang yasha" degan uyg'urcha naqsha yangradi. Shofirmo uyg'ur ekanda. Hayronlik aralashgan bir xushallik meni qora xalta ichidan yo'ruq dunyoga ilib chiqdi. Naqsha faqat men uchun qo'yilayotgandek bir tuyg'u ichimni illitdi. İchimga sig'magan tashvish pasayib, ruhim ko'tarilib qoldi. Mashindan tushirib, "Doklad" deb varqiratganda boshqa bir yerga ilib kelinganligimni faraz qildim. Mangdamda bir postdan o'tganda, to'xtamay "Doklad" deb varqirgan mashg'ulotlarga qarab, kelgan yerimning qamoqxona ekanligini to'liq jazmlashtirdim. Beshimdan xaltini ilibatdi. Ichi qup-quruq, kichik bir ishxonada turatdim. Polda tiklaklik bir rasm apparati bilan bo'y o'lchaydigan uskuna o'rnatilgan avtomatik tarozi turatdi. Tangirtaq qamoqxonasida yuz bergan rasmga tortish, yalang'ochlash, o'ng-so'lga mang'uzish, do'ng'aytish va maymundek sakirtishlar yana takrorlandi. Bular har qitim meni yalang'ochlab sinchilab tekshirganda, badanimdan zodi nima izdaysizlar degim keladi. Har qitim yalang'ochlanganda jon yerimni tutib olatdim va qo'llarim targ'imga qadar qayriladi. Bu qamoqxonaning Tangirtaq qamoqxonasidan farqi shuki, Gundupaylar orasida Uyg'urlar oz, tekshirish qattiq ekan.
Tekshirishdan keyin boshqa bir ishxonaga chiqarib, mahbus kiyimini oldimga tashlab berdi. Kiyimda Liudavan qamoqxonasi degan xitoycha xat turadi. Mahbus kiyimi tuxum siriqi bo'lib, Tashqardagi tunji kamirdishim Ahmad Qari va Tangirtaq qamoqxonasida doim xo'rlangan siyosiy mahbuslar kiygan kiyim shu edi. Shu an Makitlik Muhammadning qo'rshovga ilinib tayoq yeganligi, Oqsuluq Talibning tukuruk qarshisida suv ichayotgan bechora holati ko'z oldimga kelib, yurakimni bir qo'l mujuqlab, yelkamga tosh yuklangandek ig'ir qadamlar bilan koridorning beshidagi bir kamerning oldiga keldim. Bir 2 nomerlik kamer ekan. Kamerga doklad deb qadam besib hayron qoldim. Bu kamermo Tangirtaq qamoqxonasidagi kamer bilan o'pmi o'xshash taxtay supuliq edi. Tamga qamalg'uvchilarning huquq manfaatlari uqtirishnomasi panarka bilan muqimlangan. Supuning oldida 1 metr kelgidek taga, qarshidagi tamga osh taxta chiqirilgan edi. Osh taxtaga lo'ngilar, ko'rishkalar ratlik tizilgan edi. Kamerning havolanmaga ichilgan orqa eshigining ustiga basketbol patqudek bir panjara qo'yilgan. Panjaraning ostiga bir televizor ko'mir chiviqlar bilan muqimlangan edi. Bu yerning Tangirtaq qamoqxonasidan farqi, eshik derizlar qizg'uch emas, mahbus kiyimidek kulrang edi. Kamerda mahbuslarning hammasi Xitoy ekan. Ularning meni tayoq bilan qarshi olmaganidan sal hayron qoldim. Ularning so'g'uq qarashlari bir-biriga VN siyosiy deyishib olishlaridan kishining tini shurkinatdi. Tangirtaq qamoqxonasidagiga o'xshash kotib xotira qoldirdi, ammo tizlandirmadi. Yalang'ochlanishga yana duch keldim. Liudavanning yangi jazosi yuyundirish ekan. Mahbusni hojatxona oldiga turg'izib, sovuq suvni chilaklab chochidi-ekan. Tangirtaq qamoqxonasida xola aynak bilan to'siqliq edi. Bu yerda maxfiy organlar va taratning puraqliq, ovozliq nusxalari tomoshabinlarga ochiq ekan. Tamdagi kamera hojatxonaga udul ekan. Bo'lmasa, tayoqning ig'iri shu yerda tigatdi. Yalang'ochlab suv to'kkanda jon yerimni tutvilishlarimga qarab, Xitoylar qaqoqlab kulishib, bir-birini turtib mazoq qilishib ketdi. Bu jazo meni sagitdi. Yuzimga, maydamga chechilgan suv meni tushdek bilinayotgan, men e'tirof qilolmayotgan reallikqa qaytirib keldi. Muzdek suv butun a'zoyimni choyandek chaqdi. Urumchining baldur boshlanadigan kuz havosida jalaqlab titrab tursammu, shu kunki sagakligimni shu muzdek suv bilan keyinki muzdek qismatlarga taqobil turishqa qandoq bel bog'lig'inimni hargiz unutmayman. Jalaqlab titrab tursammu, bir qancha chilak suvni aymay chashdi. Das bilan beshimdan to'kdi. Birdilla o'zligimdan barliq ikkilanish, tengirqash va uyilishlarni ko'rib tashlab, turubini yo'g'on echivitib, suvni beshimga chilaklab to'kishga boshladim. Quloqlarimda bu hayot birga bir, chidasang yasha degan naqsha yangrab turadi. Kamerga kirmasda naqsha aytishga, yig'lashga, varqirashga bo'lmaydiganligini ogohlantirgan edi. Beshimdan sharqirab quyulayotgan suv ko'z yoshlarimni, pushaymonlarimni, g'azablarimni yo'shirib qoladi. G'azablanolmaydim, varqirayolmaydim, ammo qong'udek bir yig'ilmasam, o'zimni rosa bir qiynab, hech kimdan ololmaydigan o'chimni o'zimdan olmasam bo'lmaydi. Bu hayot birga bir, chidasang yasha degan naqsha to'xtamay anglanib turadi.